Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Namangan tuman Teporan qishlog'idamiz obunachilar. Mana bunday 2 dona arashan qo'ylarimiz keldi mana obunachilar mana. Onasi ham sog'liq, bolasi ham sog'liq mana obunachilar mana. Maza qilib obunachilarimizga mana keldi mana. Ona bola. Qo'ylar obunachilar mana haqiqiy qo'y tozasidan keldi mana. Lavoshlari ham tishini ko'rsatib qo'ymoqchiman. Mana obunachilar. Tishi ham 4 tishmi? Mana obunachilar. Ikkinchi qoringa bolasi mana. Maza qilib boqaman degan hojon onamizga qo'ydi mana haqiqiy. Legendasidan keldi mana obunachilar. Ko'ringlar, qo'ydi haqiqiy. Zotga boqaman degan obunachilarimizga mana qo'ydi. Zo'ri keldi mana obunachilar mana. Bolasini ham dumbasga eğri dumbasidan mana. Maza qilib o'zim tarbiyalab zotga boqib yuraman deganlarga mana qo'chqarni yaxshidan qo'shib xolos mana boqib yuraman degan hoji tog'larimizga keldik va qo'ydi zo'r. Telefon nomerlar qo'yib ketamiz. Telegram, WhatsApplar bor. Telefon qo'lorasida musofirdagilarga ham Telegram, WhatsApp qilib aloqa chiqib orasida ishlar o'tadi. Narxini telefon qo'lorasida kelishamiz obunachilar. Ko'ringlar. Qo'ydi haqiqiy zo'ridan keldi mana. Onasini bo'yi 75 ga beraveramiz ha. Mana obunachilar. Telefon aloqa chiqarasida ishlaymiz o'tadi obunachilar mana. Video jonda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.